Home Expert kompaniyasi nafaqat podключ remont xizmatlari, balki sizning xonadoningiz remont qilingan bo'lsa agar mebel, texnika, parda, gilam va dekoratsiya ishlari bilan ham shug'ullanadi. Ya'ni xonadoningizni remont qilgan bo'lsangiz agar mebel ishlari, qolgan yashash uchun sharoitlarni hammasini biz tashkillashtirib beramiz. Aynan shu 150 kvadratga yaqin bo'lgan 4 xonali xonadonimizni ham shu ishlar bilan hammasi bilan ta'minlab chiroyli qilib berganmiz. Videoni oxirigacha ko'ring, 12 ming dollarga arziydimi yo'qmi kommentariyada yozib qoldirasiz. Bu videoning spalni qismimizga devorlarni polni dekoratsiya qilib berganmiz. Patvi, tumbasi, mягкий zonasi, duh spalni hamda patvi, bu yon boshda bo'lsa agar shkaflari bilan parda hamda lyustralar bilan qo'yib berganmiz. Kuxna qismimizga mebeli tayyor edi. Duxovka, mikrovolnovka, moyka, stиральный mashina, vitishka, gaz plita, 6 kishilik stol, stul, gilam hamda parda, qandil biralari bilan, ashenlar bilan qo'yib berganmiz. Hol qismimizga ikkita avalli gilamlar, qandil, dekoratsiya hamda chiroyli mana shunaqangi iskustyoniy daraxtlar qo'yib berganmiz. Bolalar yotoqxonasiga qandil, parda va ikkita bola jonlarimiz uchun divan, tumbuchka, dars zonasi, kitob qo'yish uchun joy, bu yerda bo'lsa agar polni kattagina shkaf. Navbatdagi bo'sh xonamizga qandil, gilam hamda pardalarni qo'yib berganmiz. Zal qismimizga mana shunaqa dekorativniy daraxtlar, shu yerda bo'lsa agar podsvetkali polka, avalli bo'lgan chiroyli patvi zonasi, televizor va podvisnoy patvilar bilan. Uni qarang, krasni qilib juda ham chiroyli bo'lgan qandillar, biralar, gilamlar, pardalar hammasi shuning ichida. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa agar quyidagi raqamlarga telefon qiling. 12 ming dollarga qilib bergan ishlarimiz arziydimi yo'qmi kommentariyaga qoldirib keting. Home Expert kompaniyasi nafaqat podключ remont xizmatlari, balki uyingiz remont qilingan bo'lsa agar shunaqangi xizmatlarni ham sizga taklif qiladi. Salomat bo'ling.